Kechaga aytilgan odamlar bilan uchrashdim, telefonlashib, meni qo'limga mana bu narsa berib ketdi. Buni tarjima qildirsam, u guruhning nomi mana Tinchlik brigadalari deb nomlanar ekan. Ularning nomi Tinchlik brigadasi ekan, mana oq bayroq chizib qo'ygan chiroyli qilib. Xo'p, asosiy qoidalar. Hech qayerga to'xtamaysan, 100 dan past yurmaysan. Blokpostlardan o'tolmaysan, shuning uchun Kirkuk shahriga borgandan keyin shaharga ichiga kirib turib, talakatsiya tashib berdi. Ularda bitta xodimi bor ekan, ularni olaman va u meni blokpostlardan, katta yo'ldan olib o'tib qo'yadi. Pasportingni, telefoningni hech kimga bermaysan. Kim pasportingni so'rasa, mana shu. Xudoga shukr, yo'qotib qo'ydimmi deyapti. Mana uni ko'rsatasan dedi. Bu o'sha Tinchlik brigadasini nimasi ekan? Kartasi ekan. Mana shuni ko'rsatsa qo'yib yuborar ekanmish. Lekin unchalik garantiya yo'q ekan baribir ham bunga. Telefon pullarini yo'qdi, umuman ishlatma, syomka ham qilmadi. Telefoningni pullarini olib qo'yishi mumkin, qaytib bermaydi dedi. Ayniqsa pasportingni, v общем, yo'qotib yuborib, ko'm tashlab burchaklarga dedi. Pasportingni umuman hech kim olib bera olmaydi. Ularga odam kerak, odam yetishmayapti. Keyin seni o'zlariga qamab olmasin dedi. Keyin ko'pchilik hozir boshqa yo'llar yo'qmi deb yozib yotishibdi. Boshqa yo'llar ko'p, kartada ko'rsataveradi. U yo'llar minalashtirilgan ko'pchiligi yoki bo'lmasa chuqur qazib tashlangan, ko'priklari buzib tashlangan. U kartada ko'rsataveradi. Turli xil yo'llarni, lekin yurib bo'lmaydi, ulardan imkoni yo'q. Minali yo'lga yurib qolsangiz, shu bilan boshini uchadi, u tepaga qarab. Minali yozasiz ekan. Xudo nasib qilsa, duoda bo'lib tursanglar. Shu bugun Kirkuk shahridan o'tib ketamiz, xudo nasib qilsa. Meni hozir Kirkuk shahrini darvozasining oldigacha olib qo'yishar ekan. Lekin o'zlari yo'q o'tmas ekan. Ortimdan haydadi-da, ketyapman ortidan sekin. Agar nimadir bo'lsa, seni quvlashsa, tinch aholini uyga qarab qoch, ular seni himoya qiladi deyishdi. Tinch aholi bor ekan-ku, baxtimizga yarasha. Qani ketdik.